Uchinchi variant, 13-chi savol. Biologiya sertifikat A+. Demak, x, y bilan ko'rsatilgan oid davr haqida ma'lumot toping degan. Inkubatsiya, o'tkir, latentlik, oiddan oldingi davr va terminal davr. A variantda x ni o'tkir davri 1-2 yil davom etadi degan. Bu 1-2 yil davom etmaydi. A variant chiqib ketdi. B variant, o'tkir davrda eshak yemi toshadi, bosh og'riqi, stomatit ko'milishi, ichki etish kuzatiladi. Kasallik alomatlari pasayish, limfa bezlari yiriklashuvi, lekin oiddan oldingi davrda kuzatilmaydi. Chiqib ketdi. Bu 3-chi davrda kuzatiladi, latentlik davrida. C variant, turli xil davolash tadbiri orqali bu davr bir necha o'nligicha cho'zishi mumkin. Buni latentlik davriga to'g'ri keladi. Bu javob chiqib ketdi. Harorat ko'tariladi, sovqotish, bedarmonlik, faringiz kuzatiladi. O'tkir davrda 1-2 yil davom etadi, immunitet pasayadi. Javob D variant bo'ladi.